Endi masalaga qaraymiz. Sayyora 48 ta konfetni 8 tadan qilib xaltachalarga soldi. U nechta xaltachaga konfetlar solgan? Endi test yechishga o'tamiz. Ya'ni 48 ta konfet bor. Uni 8 tadan qilib xaltachalarga solgan. Ya'ni teng miqdorda solgan 48 bo'lib 8 ni topishimiz kerak. Ya'ni shuncha xaltacha ketgan bo'ladi. Endi 48 bo'lib 8 ni topishda biz kara jadvaldan foydalanamiz. 8 kara nechi 48? Ya'ni 8 kara nechi qaysi son 48? Ya'ni kara jadvaldan ko'rsak 8 kara 6 48 bo'ladi. Ya'ni 8 ko'paytirib 6 48 bo'lganligi uchun 48 ni 8 tadan bo'lsam 8 ga 6 chiqadi. Ya'ni 48 ni 8 ga bo'lsam 6 chiqadi. Demak, 8 tadan qilib joylaydigan bo'lsa, mana 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 qilib yozsam, mana 6 ta 8 imiz 48 chiqadi. Shuning uchun 6 ta xaltaga joylangan bo'ladi. Oddiy qilib aytsam, 48 ni 8 ga bo'lsak, ya'ni 48 ta bitta konfetni 8 tadan qilib bo'lsam 6 chiqadi. Berilgan test javobi B.